Sabr qil, Halima. Yaxshi kunlar yaqin. Bu yil qurg'oqchilik bo'ldi. Tuyamiz bir tomchi ham sut bermayapti. O'g'lim ochlikdan uxlay olmayapti. Makkaga kiraylikchi. U xayrli joy. Ey Bani Sadlik ayol, Men Halimaman. Abu Zuaybning qizi. nabiram yetim. Uni emizsang degandim. Bolam ochlikdan o'lay deb turgan bir paytda yetimni nima qilaman? Sho'rim qursin. Go'dakda nima gunoh? Mayli, uni olaman. Shoyat barakali bo'lsa. Tinchlikmi, Halima? Muhammad meni to'yib emdi. O'g'limiz ham to'yib emdi. Bu xayr, bu baraka qayerdan ekan? Biz muborak bola olibmiz. Xudo haqqi men ham shunday umiddaman. Shu tariqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Halima va uning ahliga baraka bo'ldilar. Ular ochlik va tashnalikdan xalos bo'lishdi.